Assalomu alaykum. Men ismim Ahmadjon Ahmadjonov. Bugun men sizlarga bitta texnika bilan bo'lishmoqchiman. Juda ham ajoyib texnika bu. Tirik energiya deb nomlanadi. Bir tomondan bu himoyalanishga yordam beradi, ikkinchi tomondan aurani tiklanishiga ham yordam beradi. Juda ham qiziqarli, ajoyib texnika bu. Texnikaga keladigan bo'lsak, chakramizni ishga solishimiz kerak. Pastdan sanaganda 5 ta chakramizni xohlagan bittasini ishga tushirib olamiz. Buning uchun biz shart tashlaymiz. Agar qanaqa qilishni bilmasangiz, kanalimda video bor. Inson energiyasini oshirish texnikasi deb nomlanadi. O'sha videoni ko'rib olsangiz ham tushunib olasiz nima qilish kerakligini. Shart tashlaganingizdan keyin chakradan energiya chiqadi, yaxshigina energiya chiqib turadi va shuni qo'lingiz bilan ushlaysiz. Ushlaganingizda qo'lingizga seziladi. Issiqlikmi, sovuqlikmi bo'lib seziladi. Mana shu ushlab turganingizda energiyani chiqyapti va siz shu energiyaga tirik mavjudotga murojaat qilgandek murojaat qilasiz va shunday komanda berasiz. Jismoniy tanamni va energiya sistemamni aylanib chiqib, qayerda buzilishlar bo'lsa tikla va tikla bo'lganingdan keyin yopil deb komanda berasiz. Bu juda ham oddiy. Va bu aylanganida mana shu komandani berdingiz. Bu keyin shu komanda ishga tushishni boshlaydi va mana shu energiya tanangizda, jismoniy tanada aylanib yuradi. Qayerda narushение bo'lsa shu narsani восстановить qilishni boshlaydi. Ozgina sezish qobiliyatingiz bo'lsa ham shuni sezasiz, tanada aylanib yurganini va tanadan chiqib auringizda ham aylanib yuradi. Qayerda narushение bo'lsa shuni tiklaydi. Bu proses 1 minutdan nechtir minutgacha bo'ladi. Uzoqqa cho'zilmaydi bu va ishini bajarib bo'lgandan keyin yopiladi, ketadi. Bu texnikani hammalarga tavsiya qilaman. Bajarib ko'ringlar. Juda ham qiziqarli eksperiment bu. Juda ham qiziq texnika. Tavsiya qilaman.